Salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men hozir bugun videomizga xush kelibsiz. Bugun biz Minecraftda qanday qilib command blockdan foydalanishni o'rganamiz. Buning uchun bizga command blockga uni olish uchun yozuv taxtasiga yuzlanamiz. Qiyshiq chiziqcha, give, kuchukcha p, kuchukcha p desanglar faqat o'zingizlarga beradi. A desanglar hammaga beradi. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Endi nomini yozamiz. Command pastki chiziqcha bo'lishi kerak va o'rta bo'shliq tashlashinglar o'xshamaydi. Blok yaxshilab qarab olinglar. Tepada command, mana bu yerda command block. Endi bu yerga o'rtaliq tashlab turib nechta yon yozsa bo'ladi ekanlar. Menga bittadan o'zi yetadi. Mana o'tgan safar olganim ichiga qo'shildi. 12 ta olganlar. Joylashtiramiz va endi layer olishimiz kerak. Chunki u redstone bilan ishlaydi. Va uning ichiga faqat kreativda kirsanglar bo'ladi. Command block ichiga. Yaxshi. Birinchi qiladigan ishimiz koordinat, ya'ni teleport qilish. Bu yerda pasoqqa tushib turib, show koordinat degan narsani mana bu yerda. Mana bu yerda show koordinatsda 10 ni off-ga o'zgartirib qo'ysanglar, off-da 10 ga o'zgartirib qo'ysanglar bo'ldi, yoniq bo'ladi. Keyin mana bu yerda ko'rsatadi. Joylashuv, ikki xil joylashuv va o'rtada balandlik. Xo'sh, 0, -61, 0. Endi shuni command blockga kiritamiz. Buning uchun yon chiziqcha tp kuchukcha p 0 -61 i 0. Bo'ldi, endi command blockda ishlatamiz. Ko'rayotganinglardek meni xuddi shu yerga teleport qildi. Agar kuchukcha pni a qilsanglar hamma narsaga teleport qiladi. Osongina. Kelar endi balandlikni 61 ni minusini yo'qotamizda. Buni ham 0 qilamiz. Davay ketdi. Endi meni ancha tepalardan teleport qilishga. O, men teleport tepadan mana. Ko'pchilik tepaga chiqish muammosi bo'lgan. Hali tepaga ancha payt chiqib o'tirgan kreativda. Kelar shu narsani qilamiz. 100. Ketdik. Davay. O, tepadan tushibmiz. Mana tepada ko'rishlar mumkin. Uchgan holatda qilamiz. Nima uchayotganim uchun 100-balandlikdaman. Xo'sh, obunachilar, bu teleport qilish. Agar kuchukcha a qilsanglar hammaga ishlaydi bu narsa. Faqat siz emas, hammani teleport qiladi. Yoki kimni xohlasangiz o'sha odamni teleport qilish uchun nikini yozing, kuchukchani olib tashlab. Keyingisi effektlar uchun. Buning uchun yonmachay effekt kuchukcha o'zingiz uchun olmoqchi bo'lsangiz kuchukcha p. Kelar masalan tez kavlash. Hast. Endi buni vaqtini yozamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu 9 ta 9 soniya. Siz har bir yozgan soniya soniyasiga teng, daqiqasiga emas. Endi darajasi 255-daraja va ishlash uchun true yozamiz. Va qarabsiz, hozir survival qoldi, ko'rsataman. Command block ichiga survival kirishimiz. Va mana meni hast effekt qo'yadi. Ko'rasizmi, hamma bloklarni soniyalarda sindiradi. Bu sindirayotgan holatda agarda redstone qilib qo'ysanglar, har safar sizlarga shunaqa effekt kelib turadi. Effekt yo'qotish muammosini. Masalan, artefaktda kirkalar modini o'ynagan bo'lsangiz, shu kreativda shu apparatni avtomatik har safar redstone kelib turadigan qilib joriy qilib olsangiz, bo'ldi, sizga foydali. Bitta kirka ishlatib hast effektini ishlatganingizdan keyin kirkani shunday qo'lingizdan olsangiz, u o'zi bilan hamma effektni olib ketadigan bo'lsa, hast effekti ham olib ketadi. Va sizda mana shu effektni yana qaytaradi command block.
Xo'sh, men sizlarga boshqa qattiq bloklarni ham ko'rsataman. Albatta, Bedrockda survival sindirish imkonsiz, shuning uchun uni olish shart emas. Obsidian, yig'loq obsidian. Bu juda ham qiyin sinalgan blok, bu blokni men bilaman. O'zimiz bilan biroz sut biriktirdi eksperimentlarimiz uchun. Ve Netherite kirdi. Yana qanaqa qattiq bloklar bor? Netherite. Yaxshi. Shu obunachilar o'zimiz survival holatiga o'tkazamiz va obsidian, yig'loq obsidian, warden portal bloki va netherite. Endi sindirishni boshlaymiz. Obsidian ko'rakayinda deb vaqt ketkazyapti. Tepaga nima tayyorlab ketgandek bo'ldi. Mana obsidianni qo'lga kiritdik. Yig'loq obsidian. Yig'loq obsidian bilan obsidian bir xil narsa. Gap qattiqligida. Bunisi sindirish juda qiyin. Ko'rakayinda netherite topilgan sindirish juda qiyin. Tepada kichkina teshingiz tekansi katta edi. Shuning uchun buni sindirishga vaqt ko'rsatishim shart emas. Va endi netherite. Bundan sal tezroq, lekin obsidianlardan sekin. Bunda qarabsizki, uni ham ishlatdi. Endi biz o'zimizga hast effektini olsak. Obsidian oson sinadi. Yig'loq obsidian. Netherite. Va bu blok tushmaydi. Eng qizig'i bu ishlarning hammasini bu qo'l bilan qilsa bo'ladi. Chunki darajasi 255. Eng kuchli 255 dan oshirishinglar shart emas, chunki undan baland darajasi yo'q. Command blokda o'zini yasadim, lekin kelishmasdan tekshiramiz. Yo'q, command blok ham survival sinadigan bloklardan emas. Xo'sh, obunachilar, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, men mamnunman. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Bundan ham zo'r kontentlar hali bizda chiqadi. Hamma videoni ko'rgan hammaga rahmat aytaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.